Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hormanglar, sizlar charchamayapsizlarmi? Germaniyada IT sohasida yoki shu kabi yondosh sohalarda yoki IT sohasida biznesmen bo'lmoqchi bo'lsangiz, men sizga haqiqatda ideal taklif beraman. Nimaga idealligini ham tushuntirib ketaman. Mana bu SAP kompaniyasi, hozir videosini ham qo'yib yuboramiz. Sekin qo'yib qo'yursangiz ham bo'ladi, Muhammad amin. Sekin qo'yib qo'yursangiz ham bo'ladi. Men birinchi kompaniya haqida gapirmoqchiman. Nimagaligini ham hozir tushuntiraman. Shunda joyni bitta qaytarib bersangiz, anaqasiga, mana shu bitta pauza qilib berasiz. Sekin qaytarib pauza qilib berasiz. Nimaga? Chunki bu kompaniya dunyoda texnologik kompaniyalar ichida 190 milliard bilan dollarda, yevroda 180 milliard yevro bilan Yevropada birinchi, ikkinchi o'rinlarda turadi va Google'ning eng asosiy raqobatchisi hisoblanadi va O'zbekiston va O'rta Osiyoda juda ham ko'p foydalaniladi. Buni statistikasiga bitta qaytaylik, Muhammad amin, shu yerda sirazi. Keyin videoni orqada yoqib qo'yasiz. Statistikasiga sekin tushaylik. Mana. SAP 188 ta ofisi bor. 78 ta davlatda bor, 110 mingta ishchisi bor. 110 mingta ishchisi bor. Germaniyaning o'zida 35 ming, 40 mingta ishchisi bor. Endi videoni sekin yoqib qo'yursangiz bo'ladi. Buni nega gapiryapman? Mana bu yerda sizni o'qishingiz bo'ladi. Mana bino sizni o'qishingiz bo'ladi. Peshkom kirib turib, deylik darsingiz soat 9 da boshlanyapti va keyingi darsingiz kech paytgi soat 6 da. Farrosh bo'lib kirsam ham bo'ladimi deb turib kirish imkoniyatingiz bor. Endi men unda qo'pol qilib aytgan edim, lekin siz men bitta studentman, mana shu yerda o'qiyman, ishlayman desangiz, juda katta imkoniyatlar bor. O'zi universitet ataylab qasddan shu SAPni mana bu yerda yonida ham bor. Bo'ldi, videoni polni yoqib qo'yursangiz bo'ladi. Butun yon atrof texnologik gigant kompaniyalarning ichida alohida bitta o'quv bino qilgan. Chunki biz sizga taklif qilmoqchi bo'layotganimiz prezentatsiyasiga ham keladigan universitetimizning Dubayda ofisi bor. Germaniyada 4 ta o'quv binosi bor, biznesmenlar uchun alohida, aytishniklar uchun alohida. Biznesmenlar uchun ham taklif qilamiz, lekin IT va IT sohasida tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, IT ga aloqador biznes qilmoqchi bo'lsangiz, juda ham dahshat imkoniyat bo'ladi. Chunki butun innovatsiya markazida ishlash, tajriba orttirish, xullas hamma imkoniyatlaringiz bo'ladi. Eng zo'r joyi bo'lmadi deganda internshiplarni qilib, shu yerda recommendation letterlarni olib turib, O'zbekistonga SAPga kelib ham ishlasangiz bo'ladi. Ma'lumot o'rnida men bu universitetda bitta bolaga aytdim, case qilib aytdim, ko'rayotgan bo'lsanglar, haqiqatda xursand bo'ladi deb o'ylayman. O'zbekistonda zo'r aytishnik, tushunishlik uchun 2000 narman oylik topib turadigan, juda kuchli ERP sistemalarni biladigan aytishnik ukamiz. Men Germaniyada faqat tekinga o'qiyman. Faqat tekin o'qiyman, pul to'lab o'qimayman degan joylarda mana shuni ko'rsatganimni va buni magistraturasi faqat 1 yil, keyin u yog'iga 2 yil ishchi viza beradi, xoh bakalavr bo'lsin, xoh magistr bo'lsin, karyeringiz tezroq qurasiz dedim. Bir 72 soatda to'lab yubordilarmi? Shuni eshitganimda 72 soatda, ya'ni 3 kunda to'lab yubordilar. Go for it, let's go dedilar. Xullas, juda ham ko'p texnologik imkoniyatlari bor. Endi sekin prezentatsiyaga qaytib olamiz, Muhammad amin. Hop, University of Europe Applied Science. Ko'pchilikni qiziqtiradigan talablarni eng boshidan aytib ketaman. No foundation kerak emas. IELTS sertifikatsiz ham oladi. Duolingo bilan oladi. 100 ball kerak. 100 ball bakalavr uchun, 105 ball Duolingo bilan magistratura uchun oladi. Va Duolingoni qanaqa olinishini ham yordam bersa bo'lishlarini ham men bilaman. Shu o'rinda aytib ketaman. Ya'niki kirib olishingizda, grant yutishingizda unaqa muammo yo'q. Ya'niki juda katta grantlar beradi, maktab baholaringiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa yoki universitetni bitirgan bo'lsangiz. Faqat bir narsani aytmoqchiman. Men bunaqa qilib reklama qilmaganimning internetda asosiy sababi, baribir yaxshi o'qimagan bo'lsangiz qiynalasiz. Bizning bitta shiorimiz bor, biza talaba jo'natamiz. Mardikor, qora ishchi jo'natmaslikka harakat qilamiz. Shuning uchun iloji boricha ingliz tili bilimini yaxshi qilib borishingiz kerak. Lekin deylik sizni hozirgi holatingiz, mana masalan moyda olamiz bu videoni. IELTS B5 bo'ladigan bo'lsa, unda buni yo'lini qilsak bo'ladi Duolingo bilan. Chunki sizda iyul, avgust oylarida o'zingiz ustingizda ishlab, dalishni rivojlantirib olish imkoniyati bo'ladi. Hop, sekin boshlayveramiz. Men o'zim aytib turaman. Hop, statistikalari, reytinglari, akkreditatsiyalar O'zbekistonda o'tadimi? Hamma javoblarga 100% o'tadi, 100% chutki universitet hisoblanadi. Juda ham katta imkoniyatlari bor. 98% bitiruvchilari 1 yil ichida ishini topgan. Ketdik.
Sekin o'tiramiz. Kerak emas. Akkreditatsiyalari, Business Education Alliance'lar juda ko'p kompaniyalar hublarga a'zo bo'lgan, Dubaylar bilan ham ishlaydigan joylar bor. Sekin o'tib keturamiz ustidan ham. O'tiramiz bundan sekin. Katta yutuqlari mana 5 ta lokatsiyasi. Gamburgda bu eng birinchi kampuslardan men sizlarga taklif qiladiganim yo biznesmen bo'lsangiz Berlin bo'ladi. Iloji boricha mana ham Innovation Hub'iga boy joy edi. Shunga borishinglarni tavsiya qilaman. Dubayda ham bor. Masalan, agar siz qiz bola bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi yilni Dubayda, ikkinchi, uchinchi yilni Germaniyada o'qisangiz bo'ladi yoki aylantirsangiz ham bo'ladi va buni juda ham ko'p exchange'lar bor. Keyingisiga o'tib keturamiz. Hop, virtual campus kerak emas, campus transfer made. Ha, ya'niki Dubaydan va boshqa joylardan ko'p transfer qilsangiz bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. AQSh Qo'shma Shtatlariga borish uchun ham yo'l bo'lishi mumkin sizga. Angliyaga borish uchun ham yo'l bo'lishi mumkin. Endi Yevropaga ichida turib borish uncha qiziq bo'lmasligi mumkin. Yangi Zelandiyaga, Avstraliyaga, Yangi Zelandiyaga rostdan borib kelgan bo'lardim ha. Sharoitingiz bo'lsa, sharoit nimaga? Ya'niki siz o'qib ishlayotgan bo'lsangiz, tabiiy holatda ishingizni to'xtatib turib, o'qigani borib kelishingiz kerak yoki u yerda ishlashingiz kerak bo'ladi. Lekin tushuning, Yangi Zelandiyadagi bu universitet yoki Avstraliyadagi bu universitet kontrakti 40 ming, 30 ming dollar turadigan universitet hisoblanadi yoki Amerikadagilarga. Siz bularga 1 so'm ham to'lamasdan bora olasiz. Shuning uchun zo'r deyapman. Bu hamma uchun bor, bakalavr uchun odatda, chunki only for bachelors degan 5-semestrga bora olasiz. Bu degani 3-kursni boshida borib kela olasiz. Vashshi zo'r narsa-da. Amerikaga borib qolib ketgan, qolib ketish yo'llari ham bor. Misol uchun, endi uni qilishingizni istamasdim. Yaxshilab o'qib qaytib kelib, chunki Germaniyada yana karyera qilishingizni istardim, chunki tekin nemis tilini o'rgatadi. Nemis tili shart emas, foundation shart emas. Davom etib ketamiz. Xo'p, bular ishlash oyliklar o'zim aytib beraman, keturamiz. Unemployment rate, ya'niki dunyoda tabiiy hamma davlatlarda ishsizlik bo'ladi. Oddiy ma'noda ishsizlik statistikasini ko'radigan bo'lsak, Yevropada deyarli hammaning ishi bor davlat bu Germaniya. Ya'niki siz borsangiz, ishchi bor va Germaniya statistikasini internetga kirib ChatGPTdan yoki Clouddan so'raydigan bo'lsangiz, keyingi 5-10 yillikda Germaniyaga millionlab, bir 10 millionga yaqin ishchi kerak. Любой qatlamda. Nega? Aholi soni kamayib ketyapti. Ularda tug'ilish kam. Borib, karyeringizni qilib, ertaga ota-onangizni butun Yevropalarni aylantirib, o'qib, ishlab, 3 yil bakalavr o'qisangiz, 2 yil ishlasangiz, zo'r sharoit qilib qaytib kela olasiz. Ketdik. Ha, bularni o'tkazib o'ramiz. Buni ham o'tkazib o'rsak bo'ladi. Unaqa statistikasi shart emas. Ha, bu qizuv, ya'niki yashash xarajatlari, men anaqa, ya'ni bitta sodda qilib ko'rsatganman. Berlinda yashash ancha boshqa davlatlarga qaraganda arzonroq hisoblanadi. Haqiqatda ovqatga 250 ketadi. Housingda bu 350 dan 700 gacha ko'tarib yuborishgan. Bu juda qimmat. Men odatda 800 dollar, 900 dollar sizga yetadi deb aytaman. Dal shu yerga ketamiz. Hop, o'tiramiz. Hop, mana. Mana shunaqa. Hop, demak, bakalavr programmasida men Innovation Hub'ga fokusingizni qaratishingizni xohlardim. Software engineering juda ham muhim fakultet yoki digital business yoki data science. Mana shu ikkalasini qilsangiz zo'r bo'lardi. Keyin bittanglar chiqib turib, sal muzikani pasaytiringlar deylar, syomka ketyapti deb bittanglar Arafat chiqsangiz juda ham yoqimli bo'ladi menimcha. Hop. Software engineeringga men tavsiya qilaman. Digital business yoki data science ga borsangiz ham bo'ladi. Bu nima? Bu sodda qilib aytganda siz IT ga aloqador biznesmen bo'lasiz. Yo IT biznesida menejer bo'lasiz, finansist bo'lasiz va hokazo. Digital product management yoki web dizaynerliklar. Game industriya juda ko'p yo'nalishlarda ham o'qisangiz bo'ladi. Bitta yaqinlashtirib bersangiz, mana shularni ko'rishsin. Bitta orqaga qaytamiz dedi. Biznes menejmentda nima fakultetlar bor? Mabodo sportga qiziqadiganlar bo'lsa, keyin sekin u yoqqa tushsangiz, mana Innovation Hub boyiga joyda o'qisangiz bo'ladigan fakultetlar. Shoshmaymiz. Aha, normalniy. Yo'q, bu yoqda ekan, Muhammad aka, mana yoniga suramiz. Xo'p, zo'r. Psychology health, masalan, bu health managementda, masalan, meditsina o'qimoqchi bo'lsangiz yoki psixologiya o'qimoqchi bo'lsangiz, qizlarga вообще shokolad variant bo'ladi. Applied business psychology o'qisangiz bo'ladi. Juda ham aktual hisoblanadi. Health management yoki sport science va hokazo, ya'ni ko'p variantingiz bor. Mana yana bitta ko'rsangiz, bu medialarga qiziqadiganlarga. Endi ketamiz. Dальше. Ketdik. O'tib keturamiz.
Hop. Bu o'zbegimizda bormi? Ha, mana. Mushtariy Sharifova degan shu yerda o'qigan qiz hozir Tesla'da finansiy analitik bo'lib ishlaydi. Endi faqat o'zimizning o'zbeklardan ko'rsatib ketaman, davom etib ketamiz. Yana bor shunaqasi. Mana Nurbek bu qozo bu, o'zimizning qozo, SAPda ishlaydi yoki Nurullo bu уже biznesmen bo'lib ketgan bola, buni ham shu yerda bitirgan. Ya'ni o'zbeklardan zo'r rezultatga chiqib bo'lgan bolalar bor. O'zbek diasporasi, ya'ni o'zbek jamiyati shakllanib bo'lgan. Ketdik. Xo'p, mana bu yerda bor ekanmi? Yo'q, bu yerda уже yo'q ekan. Psixologiya, menejmentlari, bularni yana detalli kelgan odamga tushuntirib beraman. O'tib ketaveramiz, a? Ketdik. Hop, ketdik. Xo'sh, o'tib ketaveramiz. Hop. Mabodoga student college uchun bitta orqaga qaytib bering. Mabodoga siz yo nima bo'lsa ham men Germaniya Public University'da o'qiyman, bab yaxshiroq, qarindosh urug'im bor deydigan bo'lsangiz, unda ham variant bor. Sizni olishadi. Ya'niki 11-sinf shuni tugatib, bularga kirib turib, pulini to'lab student college o'qisangiz bo'ladi. Bu ya'niki 12-sinfga kompensasiya. O'zi nemis tilini ham o'rgatadi, ingliz tilini ham o'rgatadi, keyin istalgan Germaniyadagi public universityga ham topshira olasiz. Davom etib ketamiz. Hop, ketdik dalish. Hop, mana bu muhim. Bu qismi juda muhim. Nimaga? Chunki innovation hub'ni menga katta qilib bersangiz, mana shu qiziq. Chunki biznesmen bolalarimiz uchun mana shu o'zida hamma narsa bor. Ya'niki hattoki finans sohasini bitirayotgan bola bo'lsa, mayli-yu, atak finans bo'lmasa, masalan, ekonomika, biznes o'qigan bo'lsa, MBA Digital Technology o'qisa bo'ladi. Masters of Business Administration yoki Design Management, Data Science, Software Engineering juda bo'lmasa, bundoq doraytirsangiz, bundoq qaytaramiz. Mana bu yerda biznes bo'yicha xohlagan variantingiz bor. Financial Risk Management xullas spiskasi ko'p. Men videoni ham xudo xohlasa tagida chiqarib qo'yaman listini. Davom etib ketamiz. Work opportunities. Hoppale, mana shu yerda hop. Keyingisi ekan. O'zbekiston uchun endi bu endi shu ishlasangiz bo'ladigan juda ham ko'p kompaniya bilan hamkorlikda, ofitsial hamkorlikda ishlaydi. Career fair qilib turib, hammani chaqirib, hammani ishli qilishga harakat qiladi universitet. Davom et. Hop, mana career fairlar, ya'niki o'zligisi Google keladi, Siemens keladi. Siemens internetdan ko'rsanglar bo'ladi, IT bo'yicha bolalar. Mana bunaqa career fairlar qilib turib, har yil o'tkaziladi. Microsoft, SAP, ya'niki Microsoft, SAP va Germaniya banki va juda ham ko'p kompaniyalar kelib o'zi intervyular qiladi sizni ishga olish uchun. Mana mana shu yerda o'zingizni ko'rsatib o'tib olsangiz bo'ladi. Ketdik davomiga. Hop, bo'ldi. O'sha anaqalari yo'q. Endi qiziq joyga o'tib ketsak bo'ladi. Talablariga o'taylik. Bitta o'tsangiz yana kelib qoladi az talablari. Yana tushunishini o'zim tushuntirib beraman. Mana. Bitta orqaga qaytingchi. Bitta orqadamda. Yo, o'tamiz keyingisi ekan. Hop, mana boya aytgan narsam IELTS 5.5 bilan oladi. Yoki Duolingo 100 yoki 105 bilan oladi. Qolganini men o'zim qilib beraman. Komandamiz qilib beradi. Action. Hop, davom etamiz. Bo'ldi ekan, tugatib qo'ysangiz bo'lar ekan. Endi anunga qaytib oling, muhammadami. Anunga qaytib olsangiz, yo'q, narxiga. Chotki. Bu tushamiz. Bu mana chotki mana. Mana shu chotki turibsiz mana. Mana. Hop. Xarajatlari qanaqa? Eslatib o'taman. O'zi aslida biroz qimmatroq. Magistratura 1 yil, o'zi Yevropada magistratura 90% holatda 2 yil bo'ladi. Faqatgina Angliyada 1 yil. Lekin 2 yillik magistraturada siz 1 yil vaqtingizni tejab qo'yasiz, shu tushuntirib ketaman. Qarang, siz уже agar magistratura bolasi bo'ladigan bo'lsangiz, siz уже 21, 24, 25 yoshli bola bo'lasiz. Va sizni 1 yilda qora ish qilasizmi, nima ish qilsangiz ham o'rtacha potensialingiz 25 ming, 30 ming dollar pul topish imkoniyatiga уже egasiz, allaqachon qodirsiz. Ko'chaga chiqib Yevropaga borib ishlasangiz, bemalol shu pul topib qo'yasiz. Tushuni, siz 1 yillik o'qishda pul to'lab o'qiganingiz, sharoitingiz bo'lsa albatta, yoki sharoit qila olsangiz, qarz ola oladigan bo'lsangiz, siz o'sha 1 yil vaqtingizni tiklab olasiz. Yana takrorlayman. Siz 2 yil emasda
1 yil o'qiysiz, ikkinchi yildan ishga kirib ketganingiz hisobiga oqlab ketadi. Chunki 2 yil umr ketadi, 2 yil yoshingiz ketadi, vaqtingiz ketadi, vaqtingiz ham pul va 2 yil yashash xarajati ham bor. Chunki student bo'lib o'qib ishlash juda yoqimli narsa emas. Chorasizlarcha qilamiz O'zbekistondan, chunki ham o'qib, ham ishlash kerak. O'zbekiston sharoiti shunaqa. Endi qancha xarajat bo'ladi? Magistratura o'zi salkam 16 ming, o'zi yevroda, men hozirgi kurs bo'yicha o'girib qo'ydim, 16,5 mingda bo'ladi. O'rtacha scholarshipdan keyin 12 minglik kontrakt qoladi. Endi maksimum scholarship hozircha olganimizda bir 9,900 larga 10 mingga tushirdik. Bakalavrda bo'lsa 3 yillik bakalavr bo'ldi, foundation kerak emas. 14,900 bo'ladi, o'rtacha scholarshipda 10 ming bo'ladi. Biz olgan scholarshipda 6,350 dollar bo'ldi. 1 yillik kontraktingiz. Tushunishingiz uchun siz o'qishdan bo'sh vaqtingizda oshiqcha 400-500 dollar topsangiz, kontraktingizni bemalol eplab tashlaysiz. Chunki bakalavr bolalarning eng ko'p savoli o'zim eplayman. 100% eplaysiz. Nemis tilini bilmasangiz ham. Chunki hozir nimagaligini tushuntiraman. Sekin endi xarajatlarga tushib olamiz. Mana chotki mana ishda turamiz. Viza olib ketguncha to'lanadigan kontrakt summasi bolalar bakalavrda 1750 bo'ladi. Magistraturada ham shunaqa qilsa bo'ladi. Blokshot 13900, bir oylik yashash 800. Buni tejasangiz ham bo'ladi, ko'proq borsangiz ham bo'ladi. Endi tushuning. Boyiga 6000 kontraktingizni 2000 ni to'lab ketsangiz 4000 qolyapti. Mana blokshotni oldin ham tushuntirganman, yana bitta tushuntirib ketaman. Blokshot bu sizning pulingiz Germaniya bankiga qo'yiladi. Viza olishdan oldin qo'yiladi. Siz uni qo'yib turasiz. Viza olganingizdan keyin borganingizdan Germaniya sizga oyma-oy qaytarib yechib beradi. Buni tanish bilish bilan qilib bo'lmaydi. Chunki bu Germaniya banki bilan qilinadi. Homiylik yoki boshqacha aylanib o'tadigan yo'llar yo'q. Sodda qilib turaman. Bu sizning pulingiz. Sizga har oy qaytarib berishadi. Ana shu qaytarib berishayotganda olib o'zingizni yashashingizga ishlatsangiz bo'ladi. Yoki o'qiyotgan bo'lsangiz, bu pulni qarzga olgan bo'lsangiz, qarzingizni uzib yuborsangiz bo'ladi. Xolos, bu pul sizning pulingiz. Takrorlayman. Siz mana pulni to'lab, o'qishga to'lab, o'sha bilet olib, viza olib uchib ketsangiz bo'ladi. Xolos, bu European University of Applied Science bo'ldi, ya'niki Yevropa universiteti ilmiy amaliyot tadqiqot universiteti hisoblanadi. Xo'p, xolos prezentatsiya shundan iborat. Agar sizga bu universitet qiziq bo'ladigan bo'lsa, EduAction jamoasi sizga 100% xizmat ko'rsatishga tayyor. Rasmiy hamkormiz. Hamma hujjatlaringizni qilib berish. Aytgancha bitta narsa, biza bu videoni hozir endi ko'radigan bo'lsangiz, biz bu universitetga birgalikda ketyapmiz. Buni detallari uchun albatta aloqaga chiqishingiz uchun pastda kontaktlar qoldiraman, Telegramda ham qoldiraman, universitetlarning hamma fakultetini qoldirib qo'yaman. Xayr, salomat bo'ling. EduAction, study with the best.